viloyatining Xotirjam Nargiza Baxtiyorovaning kasbi shifokor. Ben şu 3 oydan beri MİP bilan, Majburiy ijro byurosi bilan, Xotirjam Nargiza Baxtiyorova. Xorazm viloyati Qo'shliq tumanidan, Qo'shliq tuman tibbiyot birlashmasida vrach, anesteziolog bo'lib ishlagan. Ben şu 2025-4 noyabrdan beri Majburiy ijro byurosi Qo'shliq tumani bo'lim xodimlari bilan sud konfliktimiz bo'lyapti. Hozir bu yerda men faqat o'zimni muammo aytmayman, men butun jamiyat muammosini aytmoqchiman. Mana men taniyman, bilaman, ko'pchilikning ishini ham tushunaman, bilaman. Men o'shanga o'xshagan sohada ishlayman. Men ularning jamiyatda 80% aliment degan og'ir nuqtalarni ham bilaman. U oilalarni men ko'rganman. Lekin mana bu yerda men aytmoqchiman, men o'sha nikohlanuvchi odamlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazaman. 18-19 yoshli yigitlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazaman. Shularga savol beraman. 18-19 yoshsiz ekansiz, oila bu xarajatli, farzand bu xarajatliman. Qanaqa tayyorgarligingiz bor? Siz qanaqa boqadi kelinlarga savol beraman, kuyovlarga savol beraman. Siz qanaqa boqasiz, erkin farzandli bo'lasiz bularni deyman. Ana keyin ketadi. Tayyorni narigi tomonda ham ishlayman. Kechasini ijtimoiy bosqichlarni janjal qilganini ko'raman. Farzandlarni ovora bo'lganini ko'raman. Ishim bilan fuqarolik sudlariga bo'lsa o'sha qora ko'zlarni ko'raman men. Bu jamiyatning eng og'ir nuqtasi muammosi. Ketdi, mana alimentlar boshlanadi. O'sha yigit, o'sha oilaning nimasi erkaging alimenti to'lolmaydi. Lekin o'sha yerda mencha boraveradi, o'sha ayol aliment so'rab boraveradi. Nima qilasiz? Siz ham nima qilishingiz kerak, ko'rsatishingiz kerak ishlaganingizni. Lekin meni norozi bo'ladigan paytim o'sha yerda bir ayblovchi birov javob beradi. Siz o'sha alimentdan qarzi bor uyiga borgan menda qancha faktlar bor. O'sha alimentdan qarzi bor erkaklar uyiga borasizlarda 70 yoshli otasining televizori olib ketasizlar. O'sha yerda ayolga ishlab o'tirgan, undan qarzga aloqasi yo'q ayollarga kir mashinasini olib ketasizlar. Televizorlarni olib ketadi xodimlaringiz. Men o'zim o'sha narsani boshimdan o'tkazganim uchun Nashvillga kelib turibman. 1000 kilometrdan keldim Nashvillga eshitib. Семья без уродов не бывает degan ruslarda maqol bor. Har kim o'zining jinoyatiga o'zi javob berishi kerak. Har kim. Mana men akamning qarzi uchun uyimdagi hamma narsalarni beklarga berishga majbur bo'ldim. Olib ketish boshliqlar. 20 kunlik chaqaloq kelgan sut qizdirib beradigan mikrofonni pechga men olib ketib qolishdi. Men qatnovda qatnasha olmadim. Men ishimdan bemorni qabul qilyapman. Men o'zimning markazimdan bemorlarni ustun qilaman. Onamning yonboshiga qaramasdan men ularni sudga berdim. Ben bu sud prosesinden bir uçlanmadım. Suddagilar menga o'sha muomlik sizga tegishliliklarni isbotlamadingiz deyapti. Men 5 yillik televizor, 5 yillik kirmoshingani men cheklarni topib bera olmayman. Lekin meni unga oylik maoshim, meni uni xarid qobiliyatim bor. Lekin 1,5 million pensiya oladigan ekan, uni ham yarim ming qilib olyapti oylik. Kesib olyapti. Savol berdim, siz o'sha mulkni akamga tegishliliklarni isbotlab bering, men sizga shuni beraman. Lekin men isbotlab beraman dedim. To'g'ri bu meni shaxsiy muammo emas, bu jamiyatning muammosi. Nimaga jamiyatning muammosi? Farzand tug'ilishidan oldin ta'minotga ega bo'lish kerak. Prezident aytayapti, bu yerda 100% nikoh shartnomasi bo'lmagancha hech kimni oila qurishga qo'ymaslik kerak. Nikoh chiqmaysizlar shu qonunchilik palatasiga. Sizni 80% ishingiz yengil tashladi. Siz xalqingizga yomon ko'rinmaysiz, bilasizmi? Kimlar alimentdan qarzi bo'lsa, men o'sha ayollarni o'sha xayollar ko'rganman. Nimaga to'g'ri ishlayapsiz, nimaga davolanmayapsiz deb alimentni to'layapman deyapti. Siz o'sha begunoh odamlarni uyiga ilib qo'yapsiz. Nimaga to'layapsiz? To'lamang desa o'g'lini xabar qo'yadi. Yana oilasini ajraladi. Yana ikkita aliment chiqib qo'yadi. Majburman deyapti to'layapti. Nega o'sha muammolarni olib chiqmaysiz? Nega qarz oldi desa ishtirok etganlar notarial tasdiqlanmagan, faqat tibbiyot asosidagi shartnomalar, qarshilamalar. Nimaga qabul qilish kerak ishga? Nimaga sudga ishga qabul qilish kerak? Mana qarz oldilar siqilishlar, biz ham bilmaymiz shuni. Men o'shani bilgandim, men o'sha prosesda o'sha qarz oldilar qildirmayman shuni. Mana hozir men ilojim yo'q, tinch yashashim uchun, uyimga yurtchilar kelmasligi uchun o'zimni mehnat qilib, halol mehnat bilan topgan narsamga qarzlarni to'lashga majbur bo'lyapman. Tinchligim kerak, uyimda chaqaloqlar bor. Unga ta'minot kerak, bitomov kerak, kim mashina kerak, boshqa kerak. Mana men jamiyatning muammosini ko'taryapman. Masalan, bu to'lov qobiliyatim mayli, buni to'larman akam uchun. O'sha aytganimdek. Lekin buni to'lolmaydigan odamlar bor. Buni to'laman. Bu jamiyatning muammosi faqat men muammom emas. Men o'sha muammolar ichida har kun yuraman. Men o'sha muammolarni har kun muloqot qilaman. Keyin siz mana men xodimlaringizni to'g'ri insonparvarlik boshqa dedingiz. Lekin siz xodimlaringizni malakasi
oldingizlarimiz bormi qarzlar bo'shagan? Sudda ajrim bormi sizlarning? Mayli sudda ajrim emas, bunga davlat ijrochi o'zingiz qaror chiqarasiz. O'zingizni qaroringiz bormi? Marhamat ko'rsating, men sizni uyimga qo'yaman. Hamma narsani beraman, olib keta qoling dedi. Lekin shu narsalardan men to'g'ri norozi sudlarga murojaat qildim. Bu yerda manfaatlar to'plashim, sud qilgan hamma da'volarni, hamma narsalar. Hujjatlarni soxtalashtirgan to'g'risida manfaatlar to'plashim hamma dalil isbotlarim bor. Lekin men sudlarda vaqtimni ketmoqchi emasman. Bu odam uchun katta stress. Sudga borish, qatnash, o'zing undan prokuraturaga borganlarni aytishdi. Bu narsani siz yutib chiqolmaysizlar. Men yana bitta xabar bo'lgan edim. Shohar tuman fuqarolik sudiga borganimda sudyaning raisi o'zi menga mamlakat qildi. Shuncha mashinangiz bor ekan, oilangiz bor ekan, to'lab bering akangizni xarjlarini dedi. Bu yerda fuqarolik mas'uliyati o'ta shaxsiy bu. Bu yerda hech kimning jinoyati uchun hech kim javob bermasligi kerak. Mana ayting, aliment to'lamaganlar, hech qanday ishlaganlar. Praktikangizda bo'lgan shu narsalar. 70 yoshlar otasini pensiya olayotgan onasini oyligini qilib olyaptilar shu aliment to'lab. O'sha narsani to'layapti ular. Men o'sha muammoni ko'tarmoqchiman. Chiqinglar. Mana men Xorazmdan narsa to'y qilib, sizlarga savol beraman. To'yga qancha puling ketdi deyman. 200 million pul ketdi. O'sha 200 millionni 100 millionni nikoh kapitali qilsa shuni. Ertaga aliment oilasi hech kimga garantiya yo'q oilasi buzilib ketmasligiga. O'sha nikoh kapitali bo'lmagan hech kimni nikohga qo'ymaslik kerak. Oila bu resurs. Oila ta'minoti bo'lishi kerak oilani doimo. Yana qancha savollarni vaqtingiz